moddani ikkinchi qismida javobgarlik faqat jabrlanuvchining kiyimi, sumkasi yoki boshqa qo'l yukidagi ashyoga nisbatan ancha miqdorda bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib jinoyat sodir qilinganda ayblanish mumkin. Ikkovsini jinoiy til biriktirganligini tergovchini yozgan fikridan boshqa jinoyatda hech qanaqa dalili yo'q. Ancha miqdorda deyilsa, o'g'irlangan miqdor, ya'ni o'sha summasi eng kam oylik haqini 30 barobardan 100 barobargacha bo'lish kerak. Bu hattoki 10 barobarga ham yetmayapti. Bu holat ham to'g'ri kelmaydi. Xuddi shuningdek birinchi ya'ni A bandidagi kiyimi boshqa xonaga kiradigan holatga ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun men o'ylaymanki, ushbu jinoiy ish bo'yicha Dilmurodga nisbatan faqatgina oqlov hukm chiqarish lozim. Abbos Muqimga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2006-yil 3-fevraldagi 1-sonli jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to'g'risidagi plenum qarorining 1-bandidagi jazo tayinlashdan maqsad nafaqat mahkumni tarbiyalash, balki unga tayinlangan jazo boshqalar tomonidan jinoyat sodir qilmasligi ham ta'sir qilish kerak degan ko'rgazmasi. Shuningdek, aynan shu plenum qarorining 2-bandidagi Jinoyat qonunining 10-moddasida jazoning muqarrarligi, bu degan so'z jazoni tayinlash shart emasligini sudlarga uqtirilsin degan ko'rgazmadan kelib chiqib, Abbosov Muqimga nisbatan bugungi kunda qilmishdan chin pushaymon bo'lib, kechirim so'rab, yetkazilgan moddiy to'la qoplanganligini inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat qonunining 66-moddasiga ko'ra uni ham jazodan ozod qilish haqida hukm chiqarishni so'rayman. Yaxshi, rahmat. O'tiring. Sudlanuvchi Abbosov, marhamat, turing o'rningizdan. Sud sizga muzokara uchun so'z beradi. Shu men bilmay qo'ydim. Ana kechirishinglarni so'rayman. Boshqa qaytarilmaydi. O'tiring. Sudlanuvchi Bakirov, sud sizga muzokara uchun so'z beradi. Bilmay shu ishga qo'l urib qo'ydim. Boshqa hech qachon qaytarilmaydi. Qilgan ishimni afsuslanaman. O'tiring. Sudlanuvchi Abbos Muqim, sud sizga oxirgi so'z beradi. Kechiringlar meni. Sudlanuvchi Bakirov, sud sizga oxirgi so'z beradi. Meni kechirishinglarni so'rayman. Iltimos qilaman. Sud hay'ati maslahatga kiradi. Hukm O'zbekiston Respublikasi nomidan 2010-yil 17-yil Toshkent shahri sud hay'ati jinoyatchi materiallarni o'rganib chiqib, sudlanuvchi, jabrlanuvchi va guvohlarning ko'rsatuvlarini eshitib, prokuror va advokatning fikrlarini, sudlanuvchilarning oxirgi so'zini tinglab, ularni tahlil qilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi 454-457, 460, 463, 465, 468, 471, 473-moddalarga amal qilib hukm qiladi. Hukm Sudlanuvchi Abbosov Muqim Boqiyevich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 169-moddasi 3-qismining A bandida nazorat etilgan o'g'rilik jinoyatini bir guruh bo'lib, xavfli retsidivist tomonidan takroran sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Abbosov Muqim Boqiyevichga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo muddati 2010-yil 3-maydan boshlab hisoblansin va qattiq tartibli koloniyada o'tkazilsin. Ehtiyot chorasi aslicha qamoqda qoldirilsin. Sudlanuvchi Bakirov Dilmurod Jo'rayevich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 169-moddasi 3-qismining A bandida nazorat etilgan o'g'rilik jinoyatini bir guruh bo'lib, takroran sodir etganlikda aybdor deb topilsin. Bakirov Dilmurod Jo'rayevichga Jinoyat kodeksi 169-moddasi 3-qismining A bandi bilan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Bakirov Dilmurod Jo'rayevichga nisbatan Jinoyat kodeksi 72-moddasini tatbiq etib, tayinlangan jazoni shartliga almashtirib 3 yil sinov muddati belgilansin. Bakirov Dilmurod Jo'rayevichga 1 oy muddat ichida ishga joylashish,
sinov muddati davomida har oyda bir marotaba xulq ustidan nazorat olib boruvchi organga kelib ro'yxatda o'tib turish majburiyatlari yuklatilsin. Hukmni ijro qilish Bakirovning yashash joyidagi ichki ishlar bo'limini jazoni ijro etish inspeksiyasiga yuklatilsin. Sinov muddati hukm chiqarilgan kundan boshlab hisoblansin. Bakirovga sinov muddati davomida sud tomonidan unga yuklangan majburiyatlarni bajarmasa yoxud jamoat tartibi yoki mehnat intizomini buzganligi uchun unga ma'muriy yoki intizomiy ta'sir chorasi qo'llanilgan bo'lsa, sud uning xulqi ustidan nazorat olib boruvchi organ taqdimnomasiga binoan jazoning shartliligini bekor qilib, hukmda tayinlangan jazoni ijro etish to'g'risida ajrim chiqarish mumkinligi tushuntirilsin. Bakirov Dilmurod Jo'rayevichga nisbatan qo'llanilgan qamoq tarzidagi ehtiyot chorasi o'zgartirilib, darhol sud zalidan qamoqdan ozod qilinsin. Sud majlisi yopiq deb e'lon qilinadi. Real voqeaga asoslangan ushbu sud jarayonida joynomlari va ishtirokchilarning ism-shariflari o'zgartirib berildi. Barcha o'xshashliklar tasodifiydir.